juma vaqtida qilingan tijorat. Alloh taolo Qur'oni Karimning Juma surasida shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi va zarul bay'. Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mana hozirgi jumaga azon aytiladigan paytda, juma namozi vaqtida qilingan tijorat qanaqa bo'ladi? Ey mu'minlar, qachon juma kunidagi namozga chorlansa, ya'ni azon aytilsa, darhol Allohning zikriga boringlar va oldi-sotdini tark qilinglar. Agar biladigan bo'lsangizlar, mana shu o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir. Bizga yaxshiligini Robbimiz aytayapti. Juma kuni juma namoziga azon aytildimi, savdoni to'xtat, Allohning zikriga shoshil. Allohning zikri va la zikrullohi akbar. Allohning zikri barcha narsadan